Bioenergiya en biologik preparatining bu universal va ko'p tarmoqli ekanligi va jahonda birinchi o'rinda turishining sababi hali jahonda bironta kompaniya yo laboratoriya yoki nimadir bunday mahsulotni chiqarishga erisha olmagan. Sababi bu mahsulot zamburug'li bakterial kasalliklarni hammasini oladi. Yaqinlashtirmaydi. İkincisi haşerotlarga 60-70% haşerotlarni yaqinlashtirmaydi. Afzallik tomonlari shu. Kuchliligi, sifat berishi mana shu tomonlama juda kuchli hisoblanadi. Bugungi yangi zamonga kirib kelishimiz yangi agrotexnologiyalarni ishlatishimizni talab qiladi. Shuning uchun hurmatli fermerlar endi yangi agrotexnologiyalarga o'tishni tavsiya etamiz. Keyingi holat shuki, haligi tomchilab berish bilan shakllangan yerlarga buni tomchilab berganda paxtani hosildorligi 100 sentimetrgacha bo'lishi mumkin va undan mana o'rta 180-100 bo'lishi mumkin. Sababi bu preparat o'simlikning tomirining tagiga tushadi. O'shaning uchun isrof bo'lmaydi, atrof muhitiga nima bo'lmaydi. Shuni tomirdan 100% buni o'simlik tortib olishga. Bioenergiya en biologik preparati bu afzallik xususiyati shuki, zamburug'li bakterial kasalliklarini hammasini oladi. Yaqinlashtirmaydi o'simlikka. O'simlikni oxirgi fazalarigacha himoya qiladi. Asosan paxta o'simligini himoya qiladi. Juda kuchli himoya qiladi. Va ikkinchi xususiyati shuki, hasharotlarni yaqinlashtirmaydi. So'ruvchilarni, kemiruvchilarni yaqinlashtirmaydi. Bu degani paxtaga eng yaxshi muhit yaratib beradi, o'sishi, hosil berishi va hosildorlik kuchli bo'lishini sharoitni ta'minlab beradi. Anti-stress holat va boshqa holatlardan olib chiqadi. Bu preparatimiz ko'saklarni to'kmasligini, gullarni to'kmasligini ta'minlangandan keyin paxta o'simligi o'zidan ma'lumki hosildorlik keskin oshib boraveradi. Shuning uchun buni zaharli moddaga o'xshatib ishlatilmaydi. Har bir oyda bir marta, 2 marta ishlanib borilsa agar sifat, samara tezlashib boraveradi. Bu mahsulotimizni ishlatgandan keyin umuman zamburug'li bakterial kasalliklarga dori, preparat, zaharli modda izlab yurmaysiz. Hosildorlik oshish masalasiga ham mineral o'g'itlar izlash kamayadi va mineral o'g'itlarni ishlatish 60-70% ga kamayadi. Sifat nimasi? Asosiy samaradorligi shundan iborat. Shuning uchun buni ishlatishlaringni tavsiya etamiz. Har bir fermer bilan hosildorlikni oshirish masalasiga biz shartnoma qilishga tayyor. Qanaqadir savollar bo'lsa, qanaqadir masala